Qizlar, oldingi safar sizlarga mana bu yangi chiqqan maskamizni reklama qilgandim. Ya'ni kollagenovая maska, plyonka для лица effective lifting. Ya'ni yuzni tortadigan, yuzni tiniqlashtiradigan kollagenovый и liftingli. Surib olasizlar, 10-15 minut turadi, dedi mana. Qotadi. Qotgandan keyin shilinadi, nakleyka bo'lib. Yana ham hali zo'r qotmagandi. Bitta mundoq shinib chiqadi, ko'rsanglar. O. Ko'rsam. O'zi suyuq bo'ladi, surganinglarda. Kremga o'xshagan bo'ladi-da, keyin qotgandan keyin mana shunaqa shilinib chiqadi. Yuzingizni polni zo'r tortib berib, tiniqlashtirib, oqartirib, mayda ajinlarni ketkizib beradi-da. Shunaqa shilinadi. Hozir internetda portlatayotgan, butun internetda unaqa bo'layotgan maskalarimizdan bittasi-da, qizlar. Qaranglar.